Gulbanom uxlayolmagan bu kecha Anzarning ko'ziga uyqu kelmadi. U 15 kundan beri Daryo bo'yi mahallasiga necha qatim berib Gulbanom bilan ko'risholmadi. Fazilat buvining uni ko'rishtirmasligida biror sabab borligini o'ylab yetgan Anzar andikib o'rnidan turib ketdi. To'g'ri, bir kechada nikoh qilib to'yni qilaversiz-ku. Anzar yenida uxlayotgan inisini uyg'otib etmaslik uchun shab chiqarmay kiyimlarini kiydi. Ondan putining uchida dastlab eshik tuviga kelishi inisining ovozidan cho'chib ketdi. Aka, Daryo bo'yi mahallasiga boramsan? Bo'ldi, ketiver. Darvozni men taqib olaman, dedi Abdusamad uyquliq ovozda. Lekin heliqi Asqar degan ushuq o'g'irdan yezi bo'l. O'tganda orig'i kirmagan bo'lsang, raso adibini beratdiq. Anzar velosipedga minib tar ko'chadan cho'ng yo'lga tushib, ko'zdan g'oyib bo'lgandan keyinla Abdusamad darvozaga kirib ketdi. Oppoq oydin kecha edi. Anzar velosipedning pedalini kuchab tepib, Xanzu bozori, Toshlabga, Baytulla madrasasi, Bedi bozorlaridan o'tib ketdi. U jiddiylashish, mahbubisi bilan ko'rish hayojonida tarlab ketgan edi. Shundaqdimi tun nisbida Daryo bo'yi mahallasiga yetib keldi. Velosipedini yo'l chetidagi o'rmon ichiga yo'shirib qo'ygandan keyin Gulbanimning uyining orqasiga keldi. Anzar o'giziga cholni tashlab bo'lib, darvoza tarafga qaraganicha birdan tingladi. Ondan yana tashladi. U 3-chi qatim tashlab bo'lib, darvozaning yo'chqidan o'ylashchiga qaradi. U ko'nglida agar Asqar darvozadan chiqib qolgandek bo'lsa, ko'chadagi bir tup siydining orqasiga yo'shirilmoqchi bo'ldi. Daqiqalar bekmi asta o'tmoqda edi. O'yladim, hech qanday tevish anglanmadi. Taqatsizlangan Anzar 4-chi qatim cholni tashlamoqchi bo'lib edi. Ko'na darvoza g'ij qilib ochilib, bir soya ko'rindi. Bu nazik sima Anzarning yuragini to'sin otdek o'ynatib, uning oldiga etilib bordi. Gulbanom! Anzar qizni bag'riga bosdi. Qizni chin yepishdi. Anzar, bu dunyoda bormisiz? Yur, ovsiydi orqasida paranglashayli. Bo'lmaydi, Anzar. Tun nisbidan o'tdi. Gulbanom hayajon iztirobida titrab yotdi. Opamning ishga minadigan vaqt bo'lib qoldi. Men kirib ketmasam bo'lmaydi. Mening sizga deydigan nurg'un gaplarim bor. Maslahat qilmasak bo'lmaydi. Mening aytadiganlarim ko'p. Anzar, mundaq bo'lsin. Gulbanom yulduzlari o'chayotgan ko'k osmonga qarab qo'ydi. Tong etishdan oz qapti. Siz bugun aytgan fazilat bu odamning uyida meni saqlang. U xotirjam bo'ling, men deb qo'ygan. Gulbanom qomatli yigitga esilib, bir o'pish hadiya qildi-da, tezlik kirib ketdi. Anzar qoqqan qo'ziqdek o'z o'rnida turib qoldi. U mahbubisining hidini qayta hidlamoqchi bo'lgandek, xeylig'icha o'rnidan qo'zg'almadi. Bir chaqdala ig'irlashgan putlarini oron yo'tkab, velosipedni oldi. Uning uyga qaytish niyati yo'q edi. Agar darvozani qoqqan yoki halqasini sharaqlatgan taqdirda onasini uyg'otib qo'yish xavfi tug'iladi. Shunga velosipedini minib, salqin mang'anicha Van Qodir beg'i tarafga yo'l oldi. U yerdan Sharq mahallidan qayrilib, Paytum ko'ri qishida velosipeddan tushib, o'stangda yuz ko'zlarini yuvdi. Tongni so'zilib, kun chiqish taraf sus qizil rangda tovlanib turadi. Ko'vrik salasiniga yuvinib turgan Anzar tez bir o'pish hadiya qilgan mangzini salab, jonlari so'yinib ketdi. U velosipedini minib, yana bir necha ko'chalarni maqsadsizda aylanib bo'lg'ich kun chiqib, nayza bo'yi o'rladi.
Anzar darvoza bo'sug'isidan velosipedni ko'tarib, ayminibgina o'ylig'i kirganda Fazilat buvi dasturxonni uzun barang tagidagi eriq qiqiyotdi. Uning siridan xabar bo'lg'ashqimi, tinib tantirab ketmadi. "Qanday ahvolingiz, Anzar?" Fazilat buvi uning so'lg'in chiroyiga zan soldi. "Vay, o'tgangidan xeyli judab qopsiz." "So'rmang hada, holim xarob." Anzar velosipedni tomga yo'ligach yerga qarab gap qilyotdi. "Nim bo'lib ketdi bu onalarga? Biri qashqolik, biri g'uljilik deb tosh tishlab turgan. Bo'lmasa hammamiz bir musulmon, bir uyg'ur. Bo'ldi, ko'nglingiz yerim qilmang. Bularni o'ylasa odam xun bo'lib ketadi." Fazilat buvi o'yni ishora qilib ma'nilik kulib qo'ydi. "U sizni saqlag'in ekan?" Anzar uyga kirish bilan karvat qirida o'ltirgan Gulbonim o'rnidan darhol turgan bo'lsa-mu, yugurib kelib yigitga o'zini atalmadi. Chunki boshqalarning uyida bunday qilish uy egasiga tarki hurmat bo'lib qoladi. Ular bir-biriga qarab eg'ir xursandi. Demisimi Gulbonimning xeyli judab ketgan. Yuz ko'zidagi jarohat izlari o'zirga saqaymagan edi. Akşam onun yüzünü tüzükrak görelmegen Anzar endikip so'radi. "Gulbonim, bu neymiş? Şunca olan bo'lib ketgan bormi?" "Asqar o'di." Gulbonimning ko'zidan ikki tomchi yosh qo'g'ilishib tushdi. "Bu tehi yaxshi bo'lib qolgani. Dastlabda ko'zimdan menmi ansirgan. Anlasam, u itsiz bilan urishibdi-ku." "O'zim uqmayli qoldim. Men burun Asqarni ko'rib boqmaganda, balkim oshxona tomoq yegili kirgan xeyridor o'xshaydi deb qopdiman." Anzar kulib qo'ydi. "Tuyuqsizda bir muservidi, burnim o'qda qanab ketdi. Angacha mulozim bolalar uni oshxona ko'chada yumultib selibdi ketdi. Agar orig'i kirib tutib olmagan bo'lsam, xeyli qattiq urib yetadi. Qo'yib bersangiz-chi, u hozir rosa aytib yemiga cho'chimaydi." Gulbonimning qoshiri mijjida turildi. "Tasli qoldi, ko'zimni quyib etgili." Ular bir pas jimib qoldi. Bu asnoda Fazilat buvi jo'zini ko'tarib kirib choy qo'ydi. Sirkaylarga qand silib to'qashlarni o'shtidi. "Bu sizlarga yomon ta'sir kelgan fursat", dedi Fazilat buvi. "Shunga qanday qilish qilmaslikni rosa o'ylashib maslahatlashib olinglar. Bu yerda bir-biringlar qarab yosh to'kib, dard aytib o'ltirganinglar bilan baxtinglarni bir kim osmondan tashlab bermaydi. Bu uyda uchrashaverishgan bo'lmaydi. Biri ko'rmasa, biri ko'radi. U chaqda to'qinoq baloga men qolaman. Xudo saqlasin, bugungi mushishni ko'zim xadam uqsa, chechimni bir taldan yulib qo'limga elib bersa, erim Qodirning tayiqida o'laman." Fazilat buvi deydig'ini davelib chiqib ketdi. Gulbonim mush kunlarda nima uchun sirtqa chiqolmaganligidan boshlab opsining to'y ishiga tutish qilayotganligi, hatto elchilarning akelgan sovg'a salomlarini qabul qilganligiga qadar dardini to'kdi. "To'yni qachonga bekitdi?" so'radi Anzar andikish ichida. "Mushu oyning 30-kuni, nihoyat bir hafta qoldi." Gulbonim Anzarga ma'yus qaradi. "Qandaq? Siz onangiz bilan so'zlashdingizmi?" "Umid yo'q. Meni uydan qo'g'lab chiqardi." Anzar onasining o'ynayotgan o'yinlarini bir-birlab so'zlab berdi. U o'z maqsadiga yetish uchun o'g'lining umrlik ishini yeniklik bilan bir taraf qilib, qandaqdir axloqi yaxshi bo'lmagan. Hatto o'zidan necha yosh cho'ng bo'lgan qizni elib berishda chin turib olganligi. Bu haqda har kuni besim ishlatayotganligini bayon qilib o'tdi. Anzar oxirida inisi Abdusamatning maslahatini ehtiyotchanlik bilan o'ttirg'a qo'ydi. Chunki u Gulbonimning ochiqlab qilishidan ansirgan edi. Biroq bu so'zning Gulbonimni vaylin do'zax azobidan qutqizadiganligini u his qildi.
agar hech amal bo'lmaganda qachish chorasiga Anzar qandoqmi qaror yoki onasini ranjitishni xohlamay shun taqdirga bo'ysunarmi degan qo'rqinchli o'y Gulbonumning yuragidan bir yo'lida ko'tarildi. Albatta, qachish chorasini ishbat nomusliq bir qizning o'tirg'i qo'yishi to'limi afsiz edi. Anzar, aytma, nega boramiz? Qarorlashgan qachish amaliyotga aylanish oldida turganda Gulbonumning yuragi birdan selib ketdi. Agar tutilib qolsak, yo'q, tutilmaymiz, dedi Anzar ishonch bilan. Daryodan o'tib yarim kun masoq bir Taranchilar mahallasi bor. U yer bakmi qilvat. Bozor qo'yib etilgan yillardan beri yog'ochchilik saymonlarini vazifatiga ortib bormagan sahro kanitlari qolmagan Anzar o'ziga ishonatdi. Uning bakmi xilvat degan yerimi o'ziga 5 qo'ldek ayon edi. U oldingi yili u yerda 7 oyda hunar qildi. Dehqonlarning harvillari, shamol sanduqi, sapal, tirnillari, yangi solgan uylarining eshik darizalari, hatto to'liq jazillargacha yasab, hamma bilan tanishib ketgan edi. Bo'libmi, u yerga urinishib qolganiga 10 yildan oshgan qo'g'onliq Samandar qulning bir eg'iz uyda qaytib ketganga qadar o'ltirdi. Bu odam Anzarning o'z otisidek yimmat qo'lni so'zgan edi. Shunga dehqonlar orasida Anzar degan qashqarlik bola Samandar qashqarlikning tuqqan ekan degan gaplarmi tarqaldi. U yerdagi dehqonlar qo'pol bo'lgani bilan, dedi Anzar faxrlangan holda. Ko'ngli yaxshi, nahayt shu iliqi qashqaliq yog'ochchi ayolni elib, hunar qilg'ili kapti deyish turganli gap. Mushundaqli bir uyga kirib olsak qandoq bo'la? Islom aqidasi qonlariga singib ketgan Gulbonum qo'rqib turadi. Bek zini bor jumum. Xotirjam bo'ling. Men yomon bo'lganligini bilman, dedi Anzar Gulbonumga tasalli berib. Samandarkam kent bo'yicha xilil hurmati bor oxunim, o'lim yetib nazr chiroqlarda Qur'on tilovat qiladi. To'ylarda bo'lsa nikoh Fatiha o'qiydi. Uningga raskabni qilsak bizni qo'llaydi. Jaholat aqidalarining qurbonlari bo'lgan 2 yosh oxiri qachish irodasiga kelishdi. Ular qaysi kuni mengish, nimalarni elib olish to'g'risida maslahatlashib olgandan keyin o'rinlaridan turishdi. Bu uydan darhol chiqib ketmasmi bo'lmaydi. Agar Qodir oxun suvoqchi tushib tomoq kelib qolgudek bo'lsa, o'zlarigami, fazilat buyugimi tugamas dardisi bo'ladi. Undoq bo'lsa, esingizni ching tuting. Anzarning chiroyi jiddiy edi. Men kun o'tirish bilan daryo ko'rigidan o'tganki kichik cho'qir o'rmonlik atrofida saqlayman. Shahar ichida bilmangishqa bo'lmaydi. U tarafda bizni hech kim tonimaydi. Kunduz maqsaq bo'lmamdi. Bizni hech kim tonimagandan keyin Gulbonumning yuragi ansizlik ichida urib turadi. Kechasi yo'l yursak, xiyim xatar bo'lib qolamdikan deyman. Bo'lmaydi. Kunduzi o'tgan kechganlar ko'p. Ko'ziga chiliqib qolsak, iz qo'g'lab asal oshkorinib qolamiz. Fazilat buvi ko'chaga qarab etib, beshida belgi bergandan keyin Anzar vazifasini elib tizli cho'ng yo'lga chiqib oldi. Aradan bir oz vaqtni o'tkazib, yuzini ro'molda o'rib olgan Gulbonumni uzab chiqdi. Anglayotganinglar biliq to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Gulbonum bir qashqaliq bola bilan qechibdi degan bir eg'iz so'z xuddi heyit kunlari chilindigan Nag'raxonning nag'ra ovozidek hamma yerga anglanib ketdi. Daryo bo'yi ko'chasidan tarqalgan bu xabar Dil mahallidagi Boy ko'chasi, Xumdan ko'chasi, G'oz ko'chasi qatorliq ko'ch-ko'ylarda umumiy temaga aylanib qoldi. Bo'libmi, xotinlar g'ayvat shikoyat xazinasini tepib olgandek eshik oldinlariga to'planib, uylarda shami chaynag'ash kusur-kusur qilishadi. Xarqirishib kulishadi. Biri "Tova, Gulbonum shahar ko'chalarida g'ittanshib, o'zini shamolga soladigan qizlarga o'xshamaydi. Mana endi" desa, yana biri "Voy do'stak,
bu ay bu kunlarda odamga ishongil bo'lamdi. Bizni ko'rsa yemaydigan mushuk nadi ekan, deyishdi. Har qancha bo'lsa-mu, odam tepilmagandek qashqaliq bilan qochqin nemisi deb o't qo'yatdi. Cho'ng ko'chada bir kun kashkicha tom o'ylab qarta o'ynaydigan bekor talatlar chig'ida g'ayvatga urug' serishatdi. Angladingmi? Narib temirchining qizi qechibdi-ku. Qaysi qizin deysa, uning 3 qizi bo'ladigan. Qaysi bo'ladi? Heliq chechin tarab, apchil yasinib, rangi ruxsar doim pokiz yuradigan chiroyli qizichu. Amdan lavatamsa, bir qashqalik bilan qochqiniga to'p qoldi uning. Qashqaliq bilan? Heliq bizning malda yog'ochchilik qilib yurgan kamso'z muloyim bolchu so'zlaridan qarixonliq purab turadigan. Undaqda o'qigan nima ekanda? Mahalda davomliq lag'aylab yuradigan quruq so'lat balalarning ba'zilari hasad qilib tomoqini chakildassa, ba'zi havas qilib og'zini bir g'aza tamishitib chikildab ketadi. Bu chaqqicha Gulbanimga qanot so'rab yurgan oliq qanotlar bo'lsa, "Pa, bu jonivorning payzini qashqaloq suribdi-da", deyishib dardini yutatdi. Qisqasi, hammaning og'zida Gulbanimla bor edi. Darvaqa bu chaqqicha do'ng halidan qochgan qiz apqachib akkalganlar ozmi? Ularning biror 2 kun davrini bo'lib yoki ozg'ina quloq yoqdi gaplar bilan cheklangan edi. Lekin Gulbanimning qichishi go'yo ko'hi qopning og'zini echib etgandek pishni pasat, g'ayvat shikoyat, tani kinoylar bo'rini hamma yerni qopladi. Texi Gulbanim yo'qolib ketib, 3-kuni paydo bo'lgan Asqar shunda g'ovg'a ko'tirdiki, mahalning ishlari qovab, to'g'olari qaqoqlashib ketishdi. Hatto chashqonlarmi xuddi yer davrigandek to'shiklardan qechib chiqishdi. U o'yladagi gul tashtaklarini urib chiqib, tomoq jo'zlarini peshayvondan etib, choyxonadagi taxtaveshini o'rib, uning ustidagi chiniqacha tovoqliganlarni chul-chul qilyapti. "Hamma qilgan sa'li bosdi!" Opsiga devaylab keldi Asqar. Uning tishlari g'o'charlab, zangoqlari lapaldab, og'zidan ko'piklar chashirab turibdi. O inakni aporlab, paplab, bizni mushkulga qoldirdi. Endi bu yuzni qayerga ko'tarib yuramiz? Haqi qandoq qaraymiz? U pasqin jalob bizga sesiq mijozatni suvab qo'yib, qayerlarda yonoq yo'lab yurdi. Jinim balam, u juvoynimakning kassadagi go'shtni yuziga chaplab, bundoq rasvochilikni qilishini nadim bilay? Amalsiz qolgan Gulsimxon yum-yum yosh to'kib turardi. Men tiriklik go'riga kirib olg'idagi yerga yetdim. Sen to'la yurgim tutma, qochirib o'tgan uzo. Asqarning chiroyi totirib ketgan edi. Bo'lmasa, azarni uyingga boshlab kelib, promolanti bilan boqandim. Nimandaq zitpas nimisa? Sening naring ona? Bu chaqda darvoza oldiga to'plashib olgan xotinlar, uşaq balalar, ba'zilari ish og'irtib, ba'zilari qiziqsinib, yana ba'zilari tomosha ko'rib qarab turishadi. Tuyuqsizlar pozur yasinib olgan cho'ng o'g'il Anaytulloh kelib qoldi. Bu Batman tala tuzlariga purab chiqqandan keyin u opsidan ansirab har kuni degidek kelib turadi. Top arasidan qarmutuq bir yigit uningga yaxshiroq bo'lay dedimi, o'zi uchun nasihat qildi. "Voy Anaytulloh boyvachcha, ovo tomtuva qalajoq eningni haydigan. Tilin teyson. Onim ashundoq qilib silkishlab do'shkariz bo'lamda, ha? To'g'ri qildim. Qip-qizil sarankan-ku." Enisining talvilikidan jon-pini chiqib ketgan Anaytulloh kelgancha Asqarning gajgisidan qamollab bir tortishi u orqasiga santurlib yiqilg'ili tasli qoldi. "Mana u lukchak, opamga o'lmak suy tatma qilib beramsa, ha?" Anaytullohdan hamma qarindoshlari taplar tatdi. Shunga ochiqida titrab turgan Asqarmi g'im qilolmadi. "Qassa Gulbanim qochibdi. Opamga nima tomon tashlaysan? Deyga bu yerda shuncha haqqa oylab." Aksdan daksini yegan Asqar ochiqini to'plashganlardan elib, "Mana onangni bu yerda palon nima bormi? Jalob xutunning bolalari" deb varqirdi-da darvozadan o'qchib chiqib ketdi. Uning ketib etib,
Endi bu uyga qadam oladigan bo'lsam, kafir bo'lib ketay degan qasamini hamma angladi. Ammo og'zi bilan orqasining farqi yo'q Asqarning bu so'ziga hech kim ishonmaydi. U burunmi haqlarining to'g'ri kaptarlarini o'g'irlab, tutilib qolganlarida bunday qasamlardan kurmingni ichib, hech maslahatini qo'ymagan edi. Anaytulla Gulsumxonni uyga boshlab kirib, supsig'i o'ltirg'izdi-da tasalli berdi. Yoshlarini surtdi. Asqarning tex kichik ekanligini, nima deb, nima qo'yg'imni o'zimi bilmaydiganligini aytib, opsining ko'nglini taskin topqizdi. Shundaqdimi onaning chaniqini qo'riq bosgan ko'zlaridan yoshlar to'kilib turdi. "Opa, qizlar qassa yigitning uyiga berib oladigan", dedi Anaytulla opsiga. "Gulbanom Anzarning uyidimi ya?" "Ehtimol shu yerda bo'lsa kerak, bolam. Men at izlab boray deyman." "Agar borg'udak bo'lsang, xudi bo'lg'uchilar ham Anzar bilan urushmag'in. Gulbanimni tillab boshqalar oldida yuzin so'rin qilma." "Ezib ishchirmisanmi bilaman, bolam." Kechicha ko'ch supurib tinidan misqolcha mag'dur qolmagan Gulsumxon atsi yerib ochqaniga baxmay qora do'nga bordi. U o'tgan kashkanlardan surishti qilib, kichik qo'sh qanotli qo'yliga kirdi. Uydan illiq chiroy bilan chiqqan Muattarxon ko'ngli bir shumliqni tuyg'andek peshayvon supisidan tushmay mehmonga oliyib qarab turdi. "Assalom." Gulsumxon bu subatliq ayoldan qo'rinib, sal esankirab qoldi. "O'zlari Anzarning opisi bo'ladi-ku deyman. Qani, o'shanchirili?" Muattarxon so'g'uqli taklif qildi. Ular dalon uydagi gelam selingan qo'sh karavotda bir-biriga ro'bro qarishib o'tirishdi. Barg'an siri jahli qetib, o'zini oran-oran tutib o'tirgan Muattarxon Gulsumxonning chiroyidagi ansizlikni ko'rib, hammani tushunib bo'lgan edi. "Qolsam o'zlari Gulbanimning onasi o'xshamamla?" Muattarxon tuyuqsiz zarbiga o'tdi. "Qanday qiz bola u? Nomusi bilmaydigan. Yüzü töven, ağızda ilmi. Qo'lida hunurba o'g'limni ozdirib nala gap qochdi. Ularni qanday sulab qo'ydilar?" Muattarxonning tulumdan to'qmoq chiqqandek, nomusi bilmaydigan o'g'limni ep qochdi, qayerga sulab qo'ydilar degan so'zlari Gulsumxonning yuragiga g'assida pichoq urgandek tuyuldi. Yana bir tarafdan qizining bu yerga kelmaganligi ayon bo'ldi. Muattarxonning yendan sesiq gaplaridan bir o'ziga kelib, bir ketib turgan Gulsumxonning ko'z oldi qorong'ulashib, xeyligacha asiga kelolmadi. "Mening qizimni haqoratlashga haqqilari yo'q." Gulsumxonning ovozi to'limiz zaif edi. "O'ylab baqsila. Qiz bola o'g'il bolani ep qochamdi yoki o'g'il bolami? Qolasila, yengini tuz qilib bermasa, yib o'tkizgil bo'lmaydi jumusila. Yana qo'yam mangsa, yibni shu ham manga demasma?" Muattarxon texmo sesig'ini chiqarg'ila turdi. "Tishqoq paxlanga chivin egishar, kulgak cho'konga yigit deb g'iljinlab o'ynaqshimigan bo'lsa bu falokat yo'q. Voy xudoyim, og'azlarim nima degan yomon. Men sizlar bilan urush qilib kelmadim, faqat qizimning derikini qilg'ili keldim. Sizlar qizlarning derikini mendan so'rsalar, men o'g'limning derikini kimdan so'rayman?" Muattarxonning chiroyli qoshlari mijjida turildi. "Men o shovchini g'o'jilikdan qiz olsam bir kecha bergan oqstimga rozi emas deb uydan qo'g'lab chiqargan. Mana necha kun bular bo'lmaylar. Oqtimi yo'q, ko'ktim yo'q, qavay ketganligini shayotimni bilmaydi. Sizlarga g'o'jilik nima yomonlik qilgan? Tova. Sizlarga qashqalik nima yomonlik qilgan?" Muattarxon yondirib so'radi. "Kichik o'g'lim Abdusamatning deb berishcha, silimo qashqarlikni jinni ko'rganda ko'rdi ekanlig'u. Mening degan sababi bor ish. Men bu sababsiz o'ch bo'lmagan, shovchi g'o'jilik kuyog'lim erimning qizimning beshini yegan." Eshik taraqqida echilib, Abdusamat kirib keldi.
eshik tubida turib bo'lgan gaplarning hammasini anglaganligi uning xijillik qoplagan chiroyidan chiqib turadi. Bo'ldi, datalash qilmanglar. Abdusamat onasiga qayrildi. Ana, o'zingizga dedim-ku, sizlar g'unjilik yo'g'inlardan hasrat nadomat tortgan bo'lsinlar. Gulsumxon onamiz bu qashqarlik ayollardan xo'rliq tortgan. Shunga boshdalar Gulbonim ochimiz bilan Anzar akamning to'yiga qo'shilmagan. Mundaqcha aytganda ishkillarning niyati bir. Biroq Xudo ikkisini ko'ngliga ishq savdoni selib qo'ysa, buningga nima mal? Xudoning irodasiz qil ta'urmaydi-ku. Abdusamat onasining bir olishi bilan padini to'g'riladi. Har ishkillari xushmaslikdan egiz-pas gaplar o'tilib qoldi. Buni har qaysilaridan ko'rgil bo'lmaydi. Hamma gunoh osh ikkisida. Ko'ngillarni beorom qilishmisizlar? Cho'li to'xtug'ida kishi yo'q. Abdusamatning zahmi ko'ymaydigan, kavobni ko'ymaydigan lazir so'zlari har ikki qissasxo'rini paylidan lassida yontirdi. Bo'libmi Gulsumxon ona ko'nglida ajab millaz tatliq balakina deb o'yladi. Shundaqdimi Abdusamatning Xudo solgan ishqi savdo, Xudoning irodasiz qil tavranmaydi deb to'ydirmay urgan nashtiri har ikki onaning yuragida yeshilmay qolgan tugish bo'lib qoldi. Gulsumxon ona qaytmoqchi bo'lib o'rnidan turib edi. Muattarxon Samarqand taklif qilib bo'lsa-mu biror piyola choyni soya qilmadi. Abdusamat Gulsumxonni uzitib Xanzu bozorgacha bilmangdi. U oshxondan go'sh, ko'ktat to'shiydigan 3 chaqili qarvini ochqib, qani chiqsala devidi Gulsumxon xelili tuzut qilib turib oldi. Biroq o'zimi kechich ishlab, atdiganligi piyoda qora do'nga kelib, mahalla cho'rgilab, shundaqla umutsizlikda xeli charchab ketgan edi. Abdusamat 3 chaqili qarvini haydab mang'ach, oilasining beshiga kelgan jabr zulm asliklarini so'zlab mangdi. Gulsumxon bu echinishli hikoyani anglagan siri o'zimi bilmay, beshingni yeydigan g'o'jliqning shaniga chiqadigan tosh beg'ir deb Toshmamatni tillavatdi. Shundoq Gulsumxon ona, Xudoyim yaxshi yomonni hamma yerga tangchechib yetibdi-kan, dedi pidoni kuchab tepayotgan Abdusamat. Men modasabda onamning depinchilib, eriqni yoqlab ashundaq u yerning odamlari yomon, bu yerning yaxshi deb qaraydim. Keyin o'ylasam bu Xudoyimga noshukirlik qilgan bo'ladi-kan. Abdusamatning oxirgi so'zlari Gulsumxonga xo'p kelmadimi yoki targa cho'milib qolgan Abdusamatdan xijil bo'ldimi? Ish qilib Mirsali degan anjallaqning tugmindan o'tib, Do'mahalning do'ngi kelganda harvadan tushib oldi. Voy, nima qilganlar bu? Silni daryo bo'yi ko'chasiga opirib qo'yay degan. Rahmat, mahali kep qoldim. Menimmi yiqillar. Gulsumxon Muattarxondan anglagan til ahonat, xo'rliqlarini o'ylab uyga kelishi, uningga so'ndishibla Anaytulla paydo bo'lib qoldi. U opsi ati qora do'ngi berib, Gulbonimning izdirgini qilaman degashga, uningdan ansirab tushkichi bo'lgan orliqda 2 qatim keldi. Anaytulla Urumchida xonanlik lobandan 30 tag'ar Adidas ilib mashinaga bosdi. Ondan shofir bilan g'o'jalarga qo'rg'as chozida saqlashni aytib, o'zi kichik mashinada qaytib kelgan edi. Anaytulla singlisi Gulbonimga omroq bo'lib, pat-pat pul berib, kiyim-kechkini qilib beradi. Bu qatim singlisining qilgan uyatliq ishidan ko'ngli xarab bo'lgan bo'lsa-mu, lekin opsidan ko'proq og'rindi. Uning qandaqdir ko'ni ko'ngil og'riqlarga adovat saqlab, Gulbonimni yaxshi ko'rgan odamiga bermaganligidan xafa edi. 100 turani gap qilay desa, opsining judunni o'riltib qo'yishdan qo'rqatdi. Shun u bugun opsi bilan xo'shlashqach, uni chekib boqmoqchi bo'ldi. Gulsumxon uyga kirib, bir nogay so'g'uq suvni gupuldatib ichib etib, etikida yuzini yalpib o'ltirdi. Tardimmi yoki yashdimmi, aytavri uning qizirib ketgan yuzlari ho'l edi. "Opa, yig'ildingmi nima? Ko'zlaring elishib, yosh yo'q turdi." Bilqut xazinasi. Anaytulla so'radi. "Qandoq? Gulbonimning xabarini ola oldingmi?" "Yo'q.
Uyassiz qanjoq u yerdim yo'q ekan. Gulsumxonning zardisi qaynadi. Beshinni yeydigan yeliq xotinning og'zidan oq it kirib qora it chiqyotidi. Qo'rqqan avval mushtanglabdi deb berishimga talabli ketdi. Nimishqa endi? Gulsumxon Muattarxon bilan bo'lgan ko'ngilsiz suhbatni, Abdusamatning yo'lda kelguchi so'zlab bergan hikoyasini tafsiliy bayon qilib o'tdi. Muattarxon oilasining beshiga kelgan og'ir qismatni anglagan Anaytulla opasiga nasihat qilish o'yidan yondi. Albatta, Gulsumxonning yuragiga o'yib ketgan to'ngni eritish ancha oson bo'lmasa-mu, har holda urinib boqmoqchi edi. Yaxshi so'z toshni yumishtar degandek, yo'lliq nasihat bugun bo'lmasa erta bo'lmasa o'gin uni o'yga silib, illatib qo'yishi mumkin. Endilikda uning o'rni qolmadi. Opasini har qancha rozi qilgan bilanmi, g'uljilik bilan to'y qilsang, bir kecha bergan oqsutimga rozi emas deb qasam qilgan Muattarxonni ma'qul degizish qo'shqarni qo'ziltishdek bekor ovorchilik o'xshaydi. Anaytulla opasining ko'nglini yasab, bir necha eg'iz gap qilmoqchi bo'lib, og'zini o'mallab turishi darvozaning qattiq jalaqlagan ovozi bilan tang o'ylida varqiragan ovoz anglandi. Rasvo xotin, qizingni qoshqovoq bilan qochirib yetib, inomingga patdingmi? Chiq bu yoqqa! Gulsumxon bilan Anaytulla peshayvon supsiga chiqib, danq etib turib qoldi. Ma'ruf To'mirchi chiqin chiqib turgan kulrang chiqir ko'zlarini chaychaytib, o'yli o'ttirsida turadi. U egiz, qomatlik, kang ko'krak, qizil ko'z, ot yuzlik odam edi. Uzun yillar bazg'an bo'lg'i bilan sandaldan ushqun chashirtib o'tgan Ma'ruf To'mirchining qo'llari gurzidak uzun, alqonlari qadoqlashgan bo'lib, dumbisi sal do'kroq ko'rinadi. Gap qila paskun xotin! Ma'ruf To'mirchining shalang qizg'ush burutlari dirdiyib turadi. Dadasi boshqurmaganning porduqchi, onasi boshqurmaganning amchikida qizingning ko'kini setib xarjash uchun mendan tandirgan eding. Yuzimni topilimi tezak qilib atding, o'rnimizni bilmaydigan qonjuqo. Hey qirdoyiz, men sen bilan ado juda bo'lg'il 12 yil bo'ldi. Ma'ruf To'mirchining sattillari tik kelgan Gulsumxonmi yuz xotir qilmadi. Bu so'g'amga po'qpa deb keldingmi? Bu do'ram bir yiroqi 70 pushtingni qo'ng'il keldim. Ma'ruf To'mirchi pat-patla tükürgün yutib, kanini namlab qo'yatdi. Qizing qoshqoliq bilan irmishib-chirmishib yurgandila, sut uyquni açsang bo'lmamdi. Mana endi molla chaqirib tilovat qildirganing bilanmi beka? Bu chavaşdok. O'zing Qashqarlikning sho'visiga chirishib qolgan turug'liq, yana Qashqarlik deysan ha? Peshonangni silk etib gap qil. Bayotindan beri ota-onasiga gap qilib, gapini yegizolmagan Anaytulla dadasining belikidan ushladi. Dada, qo'nim qo'shnilar tam uyimiz darvozalardan marash qildi. Satni bilsanchu. Anaytullaning ovozi past, lekin zarda bilan chiqdi. Jur. Har qancha gap bo'lsa, uyda parangshaydi. Gapimni tili chopitma. Gapdek orqada. Ma'ruf To'mirchi bilikini silkib tortib oldi-da, Gulsumxonga ko'zlarini xanjardek qadadi. Hay besham xotin, har qancha shash otmo bir-ikki qamchini kordan chiqirib yavaşlab qoladi. Senza qamchilagan sengrini uyon, tasmalarni buyon qilib yetibmi? Kexechilar o'rimdan tushmabsan ha? Men nemish qo'rimdan tushgidakman. Sening mening yabatmasam. Gulsumxonning jahli qotgan edi. Bilib qo'y, japa tarsammo o'z kuchimga taynib halol yashayapman. Og'zim liqqan bilan to'simo sening oldingda tushkurmayman. Orqamga yiqilsam yiqilmayman, seni egilmayman. Bo'dqinla. Qattiq qarqirdi Anaytulla, ochiqidan uning chiroyi qizirib ketgan edi. Nimandoq nimasi bilmaydigan haqsizlar. Dada, sening cheching nerda qolgan? U yotmamiz deganni bilsam bo'lmamdi. Sen hammamizni o'zingni rasvo qilg'ili, hayoylig'ili, bozorga solg'ili kelgan eding. Qarg'ana darvoza oldiga yig'ilib ketgan haqni. Yo'qol jalob xotinning bolalari.
Ma'ruf Temirchi Asqarning holiga tushib qolgan edi. Bu Tarsa boy qancha koj, beg'araz bo'lsa-mu, cho'ng o'g'lining so'zlaridan yuz qizardi-mu, payli burunqidan bo'shib qoldi. U so'g'oqqina dimiqini qoqdi-da, dumchak dumbisini lo'qildatib, gurus-gurus dastigancha darvozadan chiqib ketdi. Gulsumxon shu kun kashkicha alang-salang yurdi. Yuragi siqilib, yeni yer tortib turardi. Kichik o'g'li Akbarning ishdan keladigan vaqtim bo'lib qoldi. Uning qo'rsiqi echib, orolga keladiganligini bilib tursa-mu, Gulsumxonning hech qanday ishga qo'li bormaydi. Ayol o'tmayla yuzlari qora-qor bo'yilib ketgan Akbar kirib keldi. U opsining ro'milni yepinib yotganini ko'rib, un-tunsiz chiqib ketdi-da, bir bog'lam kasmi cho'p ko'tarib kirdi. Oppa! Akbar duduqlab chinqilib dedi. Akşam aşkan qorumini qozonga solib suv qo'ysam, ustiga burchakni solsam, osh bulamdi. Bo'ladi balam. Gulsumxon orolni peshini ko'tardi. Mijazim yo'q balam. Birdam yetib orom elib olay. Kechida yana ishga bormasam bo'lmaydi. Akbar g'o'rgul tomoqini yeb do'konda qo'nish uchun chiqib ketdi. Gulsumxon deb ulug' kichik ting'anicha o'rilib, to'risqa tikilib yotdi. Gulbanom qechib ketgandan keyinki xotinlarning xirqirishib, pixildishib kulishlari, bir ish tepilg'usiz qo'shnilarning top-tana mish-mish gaplari, Bayko'ldagi tuqqanlarning to'yliq kiyim-raxtlarini akitish uchun uyga bostirib kirib qilgan sesiq gaplari, bo'libmi Asqarning ahonati, Muattarxonning ochiq so'zlari, Ma'ruf Temirchining sat tillari Gulsumxonning tinini tog'dek bosgan edi. U o'zining bu jimjit g'amxonasida tanho qolganida teliqib, bo'g'ilib, esadab yig'ladi. Bir-birini qo'g'lashib, do'milab tushayotgan yoshlar uning shamolda yerilgan mangzi ham quloqlaridan soqib, yostiqni ho'l qilaverdi. Dardimay, u qiribdi. Suv sipotidan qilib, chochlari kumushdek oqirib, ballari egilibdi. Lekin o'tmishidan yotnan bo'lib qolgan sabrali qila qoldi. Tova bu yillarni. Gulsumxon pichirlayotganda uning ko'zlaridan yoshlar yana to'kildi. Ana oshiq ochiq, zardab yoshlar uning daraxt uchidagi kun nurida g'ilbolda o'tib ketgan totliq yoshliqani, qon yoshlar bilan to'lgan qismatlarini qiyon suvdek eqitib keldi. Anglayotganinglar beli qutordan angoltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bu nativan tulxutin yig'lamay kim yig'lasin? U tash burchaqdek rasa to'lgan, ko'ngil rejillari bahor chechaklaridek puraq chashqan, ishqi lazzatlariga taqatsiz talpinayotgan 35 yoshida yaxshi ko'rgan eri 7 bolasidan ayrildi. U erini chin e'tiqodi bilan suyatdi. Bo'libmi Ma'ruf Temirchining bo'ynining to'mirdek qattiqligi, belaklarining banlarini ushtuvatkidek kuchlikligi, ballarga amraqligi, harakatlari qo'pol bo'lsa-mu o'zini ishga turadiganligi, qilch kibrisi yo'qligi Gulsumxonni hayratda qoldirgan. U so'ralmala qilib lalanglab yurmaydi. Uyga kirsa qochib bekor qilib, taratxonaga kirsa qo'rsoq bekor qilib yuradigan so'bo erlarga hargiz o'xshamaydi. Gulsumxonning texi tunugungidagli esida turibdi. Uning dadasi Akram Mahsun Shinjongda tunji qitim inchki yo'nliq qo'y yetishtirgan chorvador edi. Kichkidan tartib go'shmay ichida cho'ng bo'lganning xosiyati nima? Kichik Gulsum 12-13 yoshida yetilib, badani chin, husni kamoliga yetgan qiz bo'lib qoldi.
peshoni yuzlariga uşaq qiz chechki chiqib, kundan kunga to'layotgan qizdan ansirdi bo'lg'ay. Akram Mahsum uni 14 yoshidala 26 yoshlik Ma'rufga nikohlab berdi. To'y bo'lgan kechasi Ma'ruf Gulsumxonni dast ko'tarib g'ujraga akkirdi. Tirsida chin belaklaridan ushladi. Manzillarini siladi. Ham hayajon titrigi bilan Gulsum deb asta shivirladi. Guli ichilish oldida turgan bu qizning yuzi vinnida qizirib, yuragi dupildab, put-qo'llari kalvolishib, behusiyoq bo'lib qoldi. Ma'ruf uni yana quchoqlab ko'tarib, tehmat kigiz ustiga selingan yotqinga asta yotqizdi. To'g'ri. Ko'nlar umr otqin o'qdab bekor aytmabdi-kan. Ma'ruf tunji qitim hayajon bilan Gulsum deb chaqirgan bu qiz 16 yoshga kira-kiramayla Amaydullani tug'di. Orqadan Toyg'o'ja dunyoga keldi. Shuning bilan 1-2 yil orliq qoldirib Gulzabar, Muborak, Gulbanum, Asqar, Akbarlar orqa-orqadan yo'ruq dunyoga ko'z ochdi. Qarang, bu 20 yilning xosiyatini. Chechiga jigdi yelimi chepib, xuddi aslanning quyruqidek ishga o'rib oladigan 14 yoshlik Narsida qiz ko'zni yumib ochqicha 7 bolaning onasi bo'lib qoldi. Gulsumning umri tamoq etish, kala seg'ish, eg'il tozalash, ori kunda bir qiziq to'nurga boshliq nay yiqish, balalarning kiyimlarini yuyib, yamab kiygizish, o'yli aramlarni supurib, axlatni elish, har kuni qozon boshlarini kalapoqqa aralashtirilgan seg'izlayda suvash, erini kutishdek tugmas qoqunchilik bilan o'tadi. Shundaqdimi u voysamadi. O'z nesivisiga shukr qanoat qilib, kunlarini bir unda, bu tun degandek tinish tivsiz o'tkazdi. Biroq Ma'ruf Temirchi 10 yerdagi opsi Jannatxonni yeniga akilib olgandan keyin Gulsumning yosh hayoti qarda qolgan pidegandek solashdi. Jannatxon 68 yoshlarga kirib qolgan bo'lsa-mu, o'g'liga o'xshashla ta'til ustixon, xuddi tugmanning xompisidek kelangsiz, lekin teman, zuvondarroq ayol edi. Uning kirpisiz qiyoq ko'zlari, shalang, sarg'ush qoshlari, orqasiga o'rilib qolgan qalin kolpuklari, yeyilib turgan burun chanoqlari sur paydo qilgan bo'lsa, dub-duvilak qizg'ush go'shlik yuzi pishib vaqti o'tgan holva qo'g'iniga o'xshaydi. Yanaq mangzidagi uruqchidek qop-qora mang va uningdan dirdiyib turgan tushlar qo'g'inga tushgan yumliq qurtning o'zili edi. Jannatxon Gulsumning hamma ishidan qusur tepib, o'g'lini kushkirtib qo'yatdi. Qo'pol Ma'rufmi oldi-keyinni surishti qilmayla xotinni urdigan xo'yni chiqarib oldi. Qaynonalik hukmronligini ishlatishga chivar bu yo'g'on xotin ba'zida to'y-to'kin, ma'rika nazrlardan qaytib kelibla gap sestib Gulsumni hardek chaqatdi. Voy, men bugun bir cho'qonni ko'rdim. Jelil yuzning oq urgidek suzib, suydingning olmasidek manzillari qizil, ko'zining chaqqonligi, gapining tattiqligi, qo'lining chivardiki, Xudoyim nemishqim meni shundoq kelinlardan aytmagan bo'lg'iydi. Xudo panoh bersin, og'zi burniga chivin o'lashtirib yuradigan galvon, azma, injimori xotinlardan. Deyish bilan tang odamning jonpindan o'tib ketadigan bir xil beshamni kulgisi bilan pixildab kulib ketadi. Ham qiyoq ko'zlarini yaltida o'ynatib, qo'rqindan qo'rnish ilkida qochquchilarni yo'yayotgan Gulsumni kelishtirib chiqib olganligidan ko'nglida mazza qiladi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.